Assalomu alaykum. Qulluqli obunachilar. Bugun mana 22-mart. Sizlarga Albiyonni bitasizlar bo'lishmoqchiman. Qaranglar, mana holatini qaranglar Albiyonni. Bu e'tibor beringlar, bunga bitta e'tibor beringlar, qaranglar mana. Qanaqa 2026-yil prosta havasga qaranglar. Chiroyli. E'tibor beringlar. Prosta bomba. Chiroyli narsada, qaranglar. Chiroyli krasota. Qaranglar, turishini qaranglar. Sizlar bilan bo'lishim kelib, o'zim mazza qilyapman, to'g'risi o'zimdan ko'rib, havas qilib, sizlarga bo'lishib, xudo xolasa mana. Xolos ko'rsatgan albatta ko'p similar. Bittasi ko'rsatganlarga qo'shimcha. Albatta ko'p banan beraylik sizlarga. Ko'rsatib, tak. Chetdan bitta bir yerga olsam, bir yaxshi ko'rsa kerak. Qaranglar. Chiroyliga quyilib qo'yilgan qaranglar. Ko'rsatamiz. Like bosinglar deyapti, like. Imoni bitta e'tibor berib, bunga e'tibor beringlar mana. Quygan qaranglar hosilda. Qaranglar hosilda quygan qaranglar, quyib tashlaganini. Telefonda qanchalar ko'rinyapti. Sizlar uchun erinmasdan kechasi bo'lish yapaslarga. Like bosib qo'yinglar, shuncha mehnatga millatib. Qaranglar. Kech payt va boshqa chiqadi kech paytgisi. Chiroyliga. Hozirgi ichkari haroratim 15 gradus. Ichkari zo'r xudoga shukr. Yana hosildorlik hech kuni. Yangi mo'ralarimiz ham hammasida hosildorlik ko'p. Qaranglar hosilda. Bu batta bugun buziladi bu tomondan. Batta hosil kam. Mana bunaqa chiqqan mo'ylovlar olib tashlash. Bizga mo'ylov bizga hosil kerak bizga. Like bosib qo'yinglar. Qo'llab qo'yinglar. Obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.